Keyingi yillarda davlatimiz tomonidan aholini ichimlik suv ta'minotini yaxshilashga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Joriy 2021-yil uchun Xorazm viloyati aholisini ichimlik suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha respublika budjeti hamda Orolbo'yi jamg'armasi mablag'lari hisobidan jami 54 ta aholi punktlar va obyektlarda 155 milliard 599,7 million so'm mablag' ajratilib, shundan 35 ta obyektlarda quruvchi tashkilotlar tomonidan qurilish ishlari boshlab yuborildi. 2021-2023 yillarda viloyat aholisini ichimlik suv ta'minotini yaxshilash maqsadida 2021-2023 yillarda davlat dasturlari ham shakllantirilib, o'z suv ta'minot aksionerlik jamiyatiga taqdim qilingan. Bundan tashqari chet el investitsiya mablag'larini jalb qilgan holda viloyatimizning ichimlik va oqova suv xizmatlarini yaxshilash maqsadida 2 ta loyiha rejalashtirilgan bo'lib, bundan birinchi loyihamiz Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 7-maydagi 383-sonli qarori bilan tasdiqlangan bo'lib, Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining kredit mablag'lari hisobiga amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Bunda loyihaning umumiy qiymati 74,6 million dollar bo'lib, shundan 60 million dollari kredit mablag'lari hisobiga rejalashtirilgan. Loyiha doirasida Urganch, Xiva, Pitnak shaharlaridagi oqova suv tozalash inshootlarini rekonstruksiya qilishning birinchi bosqichlarini hamda Pitnak shahrida joylashgan ichimlik tozalash inshootini quvvati sutkasiga 400 ming metr kub qilib rekonstruksiya qilish ishlari rejalashtirilgan. Ikkinchi loyihamiz Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki mablag'lari hisobidan ikkinchi loyihamiz bu Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-apreldagi 221-sonli qarori bilan tasdiqlangan bo'lib, bunda Urganch va Pitnak shaharlaridagi oqova suv tozalash inshootlarini rekonstruksiya qilishning ikkinchi bosqichi hamda Gullan tumanida oqova suv tizimlarini qurish, Urganch va Pitnak shaharlarida oqova suv tozalash inshootini hamda oqova suv haydash nasos stansiyalarini qurish hamda rekonstruksiya qilish ishlari rejalashtirilgan. Obod qishloq dasturi doirasida viloyatning barcha shahar va tumanlarida 18 ta mahallalarda 185 kilometr ichimlik suv tarmoqlarini, 7 ta ichimlik suv nasos stansiyalarini qurish va rekonstruksiya qilish ishlariga respublika budjetidan 46 milliard 439 million so'm mablag' ajratildi. Hozirda barcha obyektlarda qurilish ishlari boshlab yuborilgan. So'zimizni Bog'ot tumani misolida davom ettiramiz. Mirishkor qishlog'i aholisi ham dastur doirasidagi ishlar natijasida toza ichimlik suv bilan ta'minlanmoqda. Hozir bu turgan inshootimiz suv taqsimlash inshooti deb aytiladi. Bu shu yerdan aholi xonadonlarga ichimlik suv yetkazib beriladi. Shunday suv tozalash inshootidan 13 tasi bor, 13 tasi tumanda har bir qishloqda qurilgan, hammasi joriy ta'minlangan, rekonstruksiya qilingan. Hozirgi kunda hammasi ishlab turibdi. Yangitdan qurilgani 4 tasi qurildi, 9 tasi kapremont bo'lib rekonstruksiya qilindi. Geldagi rejalar Ma'naviyat mahallasida hozir bitta bir shunday suv taqsimlash inshootimizni rekonstruksiya qilish rejalashtirilgan, u yerda ishlar boshlandi. Ha, albatta, bajarilayotgan ishlar aholini toza ichimlik suviga bo'lgan talabini qondiradi. Sir emas, viloyatning chekka hududlarida shu paytgacha ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi past ko'rsatkichlarda edi. Asosiysi bugun odamlarning xursandchiligi. Men shu qishloqda mana salkam 70 yildan beri shu qishloqda tug'ilib, shu qishloqda istiqomat qilib, o'qishlarni bitirib kelib ham shu qishloqda ishimizni boshlaganmiz. Uzoq yillar mana shu Mirishkor qishlog'ining mana shu mahallasiga mahalla fuqarolar yig'ini raisi bo'lib ishladim 30-35-40 yillar atrofida. Hozir nafaqadaman. Endi bu o'zgarishlar qarang Obod qishloq dasturi bo'yicha mana shu qishlog'imizda mana shunday bir yangiliklar kirib keldikim, biz bundan juda xursandmiz. Sababi mana shu qishlog'imizda, mahallamizda bugungi kunda 600 dan ziyodroq xonadon bor. 3000 dan ziyod aholi yashaydi. Shu qishloqning eng chekka bir hududida yashaydigan aholimiz, bu tomonimiz Turkmaniston bilan chegara. Dastur bo'yicha ish boshladilar. 39 milliard so'm pul ajratilgan. Shundan endi asfalt qildilar hammalari. 18 kilometr vodoprovod keldi. Toza suv, ichimlik suvi bu qishloqda bo'lmagan. Bizning shu mahallamizda bo'lmagan shu paytgacha. Ish ketib turibdi, davom qilyapti. Hamma ko'chaga, hatto shu chetroqlarda joylashgan bir 4-5 xonadon bo'lsa ham shunga alohida quru olib borib, suvni tortib, uylariga kirgizib berib, og'izib ketib turibdilar. Juda katta o'zgarish bo'ldi. Bu suv kelishini, yo'limizning tuzalishini, obod bo'lishini bizlar orzu qilar edik. Eng katta rahmat prezidentimizga.
prezidentimiz shunday aholiga shunday yangiliklar yetib turibdi endi. Bunga rahmat. Bu chekka qishloqda yashaganimiz uchun bizlar bu asfalt bo'ladi, suv keladi deb o'ylamagan edik. O'ylamagan narsalar bo'lib turibdi. Yana bir oy bo'lmadiki, qisqa muddat ichida asfalt qildilar, vodoprovod tortdilar. Rahmat bularga, mahallamizda uylar o'zaldi. Juda katta o'zgarish oldu. Rahmat, hammasine rahmat. Shu paytgacha mana shu qishloqda yashovchi 597 nafar xonadon egalari mana bunday bosma kranlardan foydalangan holda ichimlik suvi ichishgan. Ammo bu suvni yaroqli deb bo'lmaydi. Bosma kranlarimiz suvi sho'r. Ba'zan mashinada keladi, sotib olamiz. Bizning mahallaga ham nihoyat vodoprovod keldi. Juda xursandmiz. Xullas, yaqin kunlarda ushbu mahallalarda qurilish va montaj ishlari yakunlanadi. Har bir xonadonga toza ichimlik suvi keladi. Albatta, bu boradagi ishlar viloyatning barcha tumanlarida olib borilmoqda. Joriy yilning 1-may holatiga viloyatda 14 milliard so'mdan ortiq qurilish ishlari bajarildi va hozirda ham davom ettirilmoqda. Joriy yilga rejalashtirilgan qurilish ishlarining amalga oshirilishi natijasida viloyat aholisining markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi 75% dan 85% ga yetkazilishi kutilmoqda.